Xotin kishi isyon qilyaptimi? Talog'imni ber, javobimni ber deyaptimi? Eriga gap qaytaryaptimi? Oilasidagi qaynona-qaynotasiga gap qaytarib, ularga itoat qilmayaptimi? Aksariyat holatlarda bunga erkak kishi aybdor bo'ladi. Ya'ni bunga sababchi bo'ladi. Qanday? Hozir buni tushuntirib o'taman. Aksariyat holatlarda ayollar eriga itoatli bo'ladi avval boshida, ammo vaqt o'tishi bilan o'zining vazifalarini, burchlarini bajarmagandan keyin ayol isyon qilishni boshlaydi. Aksariyat vatandoshlarimiz erkaklar xotini oldidagi o'zini burch va vazifalarini mutlaqo bilmas ekan. Umuman. Xo'p, erkakning vazifa burchlari nima edi? Hozir buni eslatib o'taman. Mana shularga to'liq amal qilsangiz, xotiningiz sizga go'zal tarzda itoat qilayotganiga o'zingiz guvoh bo'lasiz va hayron qolasiz. Birinchisi, erning xotini oldidagi vazifalarning birinchisi bu mahrdir. Mahrni ayol o'zi istagan narsani istagan miqdorda so'rashga haqqi bor. Shuni qilib bera olsangiz uylaning. Ikkinchisi, xotini sharafiga to'y qilib berishlik. To'yni, hurmatli erkaklar, siz qilasiz. Ayolning xotiningizni ota-onasi emas. Oshni ham siz qilasiz, to'yni ham siz qilasiz, sarpa suruqni ham siz qilasiz, mebelni, pardani, gilamni, ko'rpani hammasini siz qilasiz. Keyingi vazifangiz nafaqa. Xotiningizni yedirish, ichirish, kiyintirish va kasal bo'lganda davolatish. Ayniqsa kasal bo'lganda xotinni ota-onasinikiga jo'natib yuboradiganlar ko'p ekan. Siz majbursiz xotiningiz kasal bo'lsa davolatishga. Ayniqsa homilador payti xotinni ota-onasinikiga jo'natib yuboradi. Nimaga? Sizni zurriyotingizni qornida ko'tarib yuribdi u. Keyingi vazifangiz xotiningizga alohida ichidan quflanadigan uy qilib berish. Agar ota-onangiz bilan yashasangiz, alohida xona qilib berish. Unga hech kimning haqqi yo'q ruxsatsiz kirishga, hatto ota-onangizni ham, hurmatli erkaklar. Keyingi vazifangiz, demak, xotiningizni yaxshi ko'rsangiz e'zozlaysiz, yomon ko'rsangiz, yaxshi ko'rmasangiz zulm qilmaysiz. Uni xo'rlamaysiz. Keyingi vazifangiz, hurmatli erkaklar, xotiningizni haromdan, gunoh ishlardan, yomon odamlardan, begona odamlardan ehtiyot qilasiz va asraysiz. Unga sizdan boshqa hech kim xo'jayin emas. Hech kim. Na opa-singil aka-ukangiz, na ota-onangiz. Va oxirgi vazifangiz xotiningizni, demak, ota-onasi